Yolg'on gapirib 100 so'm toping, rost gapirib 5 so'm toping. G'ish qo'yib topgan 5000 so'm g'ish purishni puli bilan qimorvozni topgan 10000 so'mni solishtirib ko'ring. Farqi bormi? Ba'zida bo'ladi-yu, mehnat qilib, birodar bir mashina ko'mirini tushirib berib qo'yib, g'ishini tashib berib qo'yib 200 so'm pul topgan bo'lamiz. Haligi 200 so'm bilan chakana emas ishimiz tutib, yana bir 50 so'm qoladi cho'ntakda. Va ba'zida bir eroqlab dovdirab pul kelib qoladi 1000 so'm. Qayerga ketganini bilmaymiz, nima qilganimizni ham bilmaymiz. Baraka degani ko'p degani emas, shuni tushunib olaylik. Ko'pini quvurmaylik birodarlar. Ko'p bo'lsa baraka degani emas. Baraka degani, agar misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, bir inson chanqab keldi, odatda 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Uni normasi shunaqa edi. 1 litr suv ichsa chanqog'i qoladi. Endi agar Alloh taolo baraka bersa, 1 piyola suvga ham chanqog'i nima bo'ladi? Demak, baraka degani ko'p degan so'z ekanmi?